Salom bolalar, bugun yana men sizlar bilan o'ynayapman va men bugun videomning ikkinchi qismini olaman. Bugun men mana shu qishloqda anchagina rivojlanaman, bu yerda devor quraman va bir ikkita uy quraman. Xullas, men videomni boshladim. Demak, endi bizning birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu qishloqda o'rganib chiqish. Demak, bu yerda nimalar bor? Bu yerda bittagina savun nima qiladi? Buni ham olib ketamiz. Bu uydachi ivi. Mana sanoqda bir nechta nomlar bor ekan. Olib ketamiz. Birinchi marta cho'lli yomg'ir yog'ishini ko'rishim. Cho'ldan yomg'ir yog'asimi? Men birinchi marta bunaqa bo'lganini ko'rishim. Xo'p, mayli. Demak. Ana bu yerda nima bo'lsa? Ana bu yerda lava ko'li bor ekan. Bu yerda butun bo'sh lava ko'li bor ekan. Mayli, biroz rivojlangandan keyin o'zimiz uchun tosh yaratuvchi moslama taxlaymiz. Bu yerda hattoki bitta daraxt ham bor ekan. Shakar qamishlarni olib ketamiz. Olib ketamiz o'zimiz bilan. O'zi ham daraxt ekan-ku. Bu yerda bitta ortiqcha ko'chatdan bor ekan. Asta olib ketamiz-da. Yana bitta ko'chatmi? Birinchi marta cho'lda bunaqa daraxt bilan ko'chatlar o'sgan ko'rishim. Mayli. Demak, bu yerdan bir nechta daraxtlar olib ketsak, bunisini ham olib ketamiz. Mayli, biz hozircha shu ham yetadi. Bir nechta loydan olib ketamiz. Esa qishloqqa qarab boramiz. Bu yerda qishloqlar nima qiladi? Mayli. Endi bu yerda daraxtlarni ekish uchun joy topish kerak. Masalan, olsak, qishloqda o'rtasida ekib qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda galim buncha qishloq bilan nima qiladi? Hamma qishloqlar galimdan iltimos qilyapti nima qiladi? Bu qishloqlar shunchalik qo'rquvmi galimni yig'ib olishga? Bittasi bor ekan, bu yerga o'tgan. Qamiz pirandadan olgan suyaklarimizni ishtiroqlar yasash kerak. Deyarli 1,5 stak bo'libdi. Mana birinchi daraxt tayyor. Endi esa ikkinchisi. Bu ham tayyor. Hozircha bular tursin. Endi bu yerda bironta uyga vestak bo'lishi kerak. Bu uyda yo'q ekan. Bunisi uydachi. Bu yerda hammasi jam-ku.
Mana bu yerda esday bor ekan. Demak, buni yasaymiz. Nollarni ko'paytiramiz. Endi esa biroz qipiqlar. Endi esa mana bunaqalardan bir chush olamiz. Bitta ko'chga ham. O'zimcha bo'lmayapti, o'zi eshitilyapti. Mana uni qidirmaymiz. Hozir eng muhimi konga yo'l olish. Birinchidan bir nechta toshlar qaziymiz. Bu yerdan chiroqlar nima qiladi? Bu yerda mendan oldin yana kimlarlar bo'lgan? Hech kim yo'q. Mana biz shularni olib ketamiz. Yana bir nechtasini olib ketamiz. Bu yerdan ham. Hech endi tashqariga chiqamiz. Akalardan birga olib ketamiz. Buradagi verstakka endi toshli lapatalar yasaymiz. Bu yerda bironta ham sandiq yo'q ekan. Qayerdandir sandiq olib kelish kerak emas mana bu uyga. Mana shu uy bo'ladi. Shu uyga hozir sandiq olib kelamiz kerak. Qaysi uyda sandiq bo'lishi mumkin? Qaysi uyda? Bolta ham bo'laveradi, bo'cha ham bo'laveradi. Zatto'ga joy ham bo'lmadi. Buni qo'yishga to'g'ri keladi. Bu yerda yana bitta bechka bor ekan. Buni ham olib ketamiz. Biz demak o'zimiz uyimiz oldi. Mana bu yerda narsalar saqlash uchun bechkalar olib kelib taxlab qo'yamiz. Bitta, bu yerda ham bitta. Kerak narsalar. Hozircha mana bu yerlarni asrab qo'ygan yaxshi. Mana bu kerak bo'lib qoladi. Buni ham. Agar moda top bo'lsa. Zombilar kiribdimi? Şöyle boş gir. Bakın. Mana bu ham kerak emas. Bayroqda ishlatmaymiz.
Ye. Şu çoğunu piranhadan çıkmıyordu. Hemen öyle. Bunu koyamız. Koyamız strike valla. Juda girebilir. Yok atılacak. Gitarsiz. Evet. Bu girebiliş mümkün. Hiç. Bunu ham koyamız. Birin maksay. Bunu işte sonunda yok olmamız mümkün. İyi. Seni arkadan gelemezsen ya. Ye gelersen bana bir sağırdan yok lan. Lan ne oğlum kelime. Oh yeah. Allah gitten sözümüz nasıl almış olmamız gerek. Nasıl la gel. Böyle. Gel canım var. O bizde bir neyse aslar var bu. Hangisi ki ya? Şu eskisini tutar. Ben eskisi hangisi? Başka narsa yok olan yok. Şimdi ise aslında şuradan kulun toplayımız. Bana hoyat biz bu yerda devor bilan o'rab chiqdik. Bu uchun ikki kun vaqtim ketdi. Endi esa biz bu yerda bir nimalar topish, bu yerda ko'pchilik eshiklarni yopib chiqish, zo'mlar buzganlarni, xolos shu ishlar bilan yana shug'ullanamiz.